Assalomu alaykum. Mashodi va Mahbuba Oriflame kompaniyasining lideri bo'laman. Bizga ko'p savollar berishadi. Oriflame kompaniyasidan besplatni putyovka olasizlar, sayohatga bepul aylanib kelasizlar degan savollar ko'p bo'ladi. Shu savollaringizga biz javob bermoqchimiz. Hozir bizda 3-katalog hisobot bo'yicha bizda g'olibamiz putyovka yutib olibdilar. O'shalarni biz mehmonimiz bugun. Hozir o'zlaridan to'liq ma'lumot olasizlar. Agar savollaringiz bo'lsa, bizga yozib qoldiringlar. Keyingi videomizga javob qaytaramiz обязательно. Assalomu alaykum Dilnozaxon. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling. Tabriklayman. Rahmat. Putyovka g'olibi bo'libsiz. Rahmat. Qanday qilib putyovkani yutib oldingiz? Putyovkani shu Oriflame kompaniyasiga men registratsiya bo'lib ish boshladim 10 fevraldan. Bugun keldim shu shkola, O'zbekiston shkolaga. Har воскресеньеlar kelib turaman. Обучениялар olaman. Chunki hozir kelsam, men hatto hali hayajondaman, kuchli hayajonda. Men putyovka yutib oldingiz deb meni tabriklashdi. Xudo xolasa Turkiyaga besplatniy 5 kun o'ynab dam olib kelmoqchiman. Nima desam, Oriflame haqiqatan boy, hamma narsa bor kompaniya ekan. Men avval kelganman Oriflame'ga, registratsiya bo'lmaganman-u, kelib, ko'rib, ishonmasdan ketganman-da. Hozirgi meni chaqirgan shu direktorimiz haqiqatan men bilan ishladi. O'rgatdi, hali ham o'rgatishyapti. Hali ham to'liq tushunib yetganim yo'q, lekin ishlasa bo'ladigan zo'r joy. Qayerdan siz o'zingizni tanishtirib o'tasizmi? Men O'zbekistondan, Sirdaryo viloyatidanman. Yoshim 34 da. Moskvada uborka ishida ishlayman. Moskvaga kelganimizga 3 yil bo'ldi. Xo'jayinim bilan birga kelganmiz. Biz endi ishlaymiz, 1 yilda yoki yarim yilda qaytamiz deganmiz, lekin hali qaytganimizcha yo'q. Yuribmiz. Moskvaga oldingizga maqsad qo'yib kelgan har bir inson. Qanaqa maqsadlar qo'yib keldingiz? Endi hammani o'ziga yarasha kamchiligi bo'ladi. Shu kamchiliklarni to'ldiramiz deb kelganmiz, lekin to'ldira olganimiz yo'q. Mana boshqa ishda ishlab to'ldira olmabsiz. Endi Oriflame kompaniyasida qanday nimalarni kuta olasiz? Men endi Oriflame'da qarang, hozir kelganimga уже даже hali 1 oy bo'lgani yo'q. Men 1 oyda ichida, hali 1 oy bo'lmagan vaqt ichida men katta darajalarni ko'rdim, ishondim. Hattoki xo'jayinim qarshilik qildilar. Hozir xo'jayinim bilan birgalikda ishlayapmiz. Bitta sayohatlar bepul, katta sovg'alar, men ularda уже qilganim yo'qda, to'g'risi. Men bitta nasliystvoga qiziqdim. Farzandlarga qoldira olsak bo'ladigan ish ekan. Kelajagi bor-da endi. Boshqa joylarda ishlayapman, masalan, qanday tushuntirsam ekan, soat 3 da ishim tugaydi. 3 dan keyin yuguraman, bu yerga kelaman. Воскресенье, суббота, выходной. O'sha kunlari kelaman, обучениялар olaman. O'zbekiston shkolalardan konsultantlarimni chaqiraman. Iloji boricha ular bilan qattiqroq, tezroq ishlashga harakat qilyapman. Hozircha shu. Keyingi kelajakda Oriflame kompaniyasiga qo'ygan maqsadlaringiz? Endi Xudo xohlasa men 1 yil yoki 2 yil yurmoqchi emasman. Men iloji boricha shu 4 oy yoki 5 oy ichida direktorlikka chiqishga harakat qilyapman. Zolotoy direktorlikka. Xudo xohlasa Allohim ilhom yetkazsin. Inshaalloh. Oriflame kompaniyasini 20 kun ishlagan bo'lsangiz, imkoniyatlarini ko'rdingiz. Shu kompaniyada men avval kelgandim, ishonmaganman. Avval kelganimda aytishgan, tushuntirishgan, bo'lmagan, endi pul olishadi, maqsad shu deb tushunganman, to'g'risi, yoki tushpamada sotsamgina menga pul berishadi deganman. Yo'q, hozir mana men hattoki o'zimga hech narsa hali sotib olganim yo'q, hech narsa olganim yo'q. Ibroga sotganim ham yo'q. To'g'ri olib kelyapman. Обученияларni o'zlari ko'rishyapti. Mana hozir shkolalarda eshitishyapti. O'zlari qiziqyapti. Olib kelgan konsultantlarim o'zlari qiziqib, o'zlari hamma ularda darslarda aktiv bo'lishib, уже mana menga podarkalar chiqyapti, pullar yozilyapti. Men boshqa ishda ishlayman, lekin bu ishga men 2 soat vaqt sarflayapman-da. Undan ortiqqa men qilganim yo'q hali.
agarda men to'liq shu yerda o'zida ishlasam zolotoy direktor 2 oyda bo'lsam kerak. Oriflame kompaniyasida o'zbekskiy shkolaga обязательно kelishimiz kerak, qatnashimiz kerak. O'zbekskiy shkola haqiqatan ham yaxshi ekan. Mana nimaga desangiz, madaniy hordiqda воскресенье uyda dam olib yotgandan ko'ra kelib odamlar bilan muomalada bo'lasiz ekan. Menga mana o'yin kulgular, mana chay pitsalar, menga shular juda yoqdi. Qanday desam bo'ladi? Endi Moskvada hammamiz ham bu to'ylarga bora olmaymiz, unaqa narsalarni ko'ra olmaymiz. Bu yerda hamma narsa bor-da, sharoit bor. Oriflame kompaniyasida to'liq shunaqangi imkoniyatlar bo'ladi-da. Men ham shunaqangi boshida men ham kelib aytgandim, direktorlar, brilliantli direktorlar chiqib gapirsa, faqat o'ylardim-da, bular уже yetishgan urovingga biz qachon yetamiz deb men uchun bular gapirsa, men uchun сказка bo'lardi-da, ertak bo'lardi-da. Lekin на самом деле Mimozamat Karimova ija Safiroviy direktor kompaniyada o'shalarga minnatdorchilik bildiraman. Shular bizga o'zbekskiy shkolani ochib berdilar. Xudoga shukr, mana hozir o'zbekskiy shkola rivojlanib ketdi. Ko'rib turganingizda yoqdimi sizga o'zbekskiy shkolamiz? Albatta juda yoqdi. Men mana har воскресенье o'zimni olib kelyapman konsultantlarimni. Har nedela ular borgan sari ko'payishyapti. Men o'zi 2 nedela, 3-nedela endi qatnashishim. Olib kelyapman, odamlarim qiziqib, o'zlari tanishlarini chaqirishyapti. Shu kelish kerak, ko'proq ma'lumot olish kerak ekanda. Biz kelamiz, 1 soat, 2 soat o'tiramiz, shunda biz ancha ma'lumot olyapmiz. O'zi ko'proq bu yerda bo'lishimiz kerak ekan biz. Shuni tushunib yetdik. Oriflame kompaniyasida juda ham imkoniyatlar ko'p ekan. Juda ham imkoniyatlar ko'p. Mana Xudoga shukr, Oriflame kompaniyasida bizda высший стоящий direktorimiz brilliant bo'ladi, xudo xolasa nasib. Shularni maslahatlari tufayli, shularni yaratib bergan imkoniyatlari tufayli mana o'zbekskiy strukturamiz ko'payyapti. Komandamizga hammalarini taklif qilamiz. Har yakshanba kun soat 10 dan 12 gacha o'zbekskiy shkolamiz bo'ladi. Обучение shkolamiz, biznes shkolamiz. 12 dan soat 4 gacha master klass, праздник uyushtirganmiz. Hammalarini taklif qilamiz. Kelinglar, Oriflame kompaniyasida juda ham imkoniyatlari ko'p. Imkoniyatiga boy kompaniya Oriflame kompaniyasi. Hammalaringizga rahmat. Xush kelibsiz. Rahmat. Men ham shu o'zimni tanishlarimni chaqiraman. Kelinglar, Oriflame'ga qo'shilinglar. Ishlasa bo'ladigan kompaniya, haqiqatan ishonch bilan kelish kerak. Самое главное ishonch bo'lishi kerak ekan odamda. Men shuni tushunib yetdim. Xush kelibsiz. Rahmat. Omad sizga.